Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Nelegal 2025 operatsiyasi boshlandi. Demak, mana shu oyning oxirigacha nelegal 2025 operatsiyasi o'tkaziladi. Ushbu operatsiya davomida noqonuniy yurgan, Rossiyaga ishlab yurgan, chet eldan kelgan migrantlar, muhojirlar, qonunchilik buzganlar, dokumentida kamchilik bo'lganlar barchasi qo'lga olinishi, choralar ko'rilishi to'g'risida yozilyapti. MVD bu haqida xabar berdi vazirlikdan. Endi bu 2025-yil operatsiyasi nelegal. Bundan oldin 2008-yilda oxirgi marta nelegal operatsiyasi o'tkazilgan ekan migrantlarga qarshi. Demak, 2008-yildan hozirgacha hali 2008-yildan necha yil bo'ladi bu hali? 17 yildan beri hali nelegal operatsiyasi o'tkazilmagan ekan. Juda ham qattiq kuchaytirilgan tartibda operatsiya bo'lar ekan, reydlar bo'lar ekan. Bu reydlarda ODKB davlati a'zolari, juda ham ko'plab strukturalar, xullas maksimalni harakat qilib nelegal migrantlarni qo'lga olish, ularga chora ko'rish, chiqarib yuborish va hokazo ishlarni amalga oshirish chora tadbirlari ko'rilar ekan. Ehtiyot bo'lib yuringlar, ko'zlaringizga qaranglar. Ko'chada yurganlar, ayniqsa hujjatlari kamchiligi bo'lganlar hujjatlaringizni to'g'rilab yurib harakat qilinglar, shtobi muammoga har qanaqa vaziyatga tushib qolmasliklaringiz uchun. Vaholanki hamma ishlashga kelgan, mehnat qilishga kelgan. Shuning uchun o'rtada bir narsa shunaqa bir voqealar yuz berib, o'sha spetspriyomniklarga tushib qolmanglar, deportatsiya bo'lib, boshqa bir noxush voqealarga duch kelmanglar degan maqsadda hozir sizlarga aytyapman. Xullas, ehtiyot bo'lasizlar do'stlar, salomat bo'linglar. Nelegal 25 operatsiyasi oyda oxirigacha o'tkaziladi.